Marsel Bryonning Buyuk bobomiz Amir Temur haqidagi mazkur kitobi AQSh va G'arbiy Yevropa davlatlarida bir necha marotaba chop etilgan bo'lib, eng sara asarlar qatoriga kiritiladi. E'tiborli jihati shundaki, Bryon tomonidan tartib berilgan ushbu kitob to'laligicha sohibqiron Amir Temurning o'z qo'li bilan yozilgan esdaliklardan iborat. Mazkur asarni o'qish asnosida ulug' bobo kalonimizning o'ziga xos jihatlari bilan ham tanishasiz. Faoliyati qanchalar ibratli ekanligiga amin bo'lasiz. Kitobda bayon etilgan Amir Temurning hayoti va faoliyati barcha uchun birdek saboq maktabi bo'lishi shubhasiz. Asarning asosiy g'oyasi kuchli davlat barpo etish, adolatli boshqaruvni yo'lga qo'yish, vatan ravnaqi uchun kurashishdir. Bu kabi asarlar orqali Amir Temurning nafaqat sarkarda, balki davlat arbobi sifatida rolini ochib beradi. U Markaziy Osiyo tarixida muhim o'rin tutgan shaxs hisoblanadi. Ushbu asarni o'qib mutolaa qilishingizni tavsiya qilamiz.